Uning ki barım kitobini. Ekranlaringda ko'rib turgan bu harromi Meksika orqali Amerikaga o'tib, trak haydab, o'sha yerda borib bilgan po'qini yemoqda. Bu o'zbek. Uning skeni pidarazning bolasi kitob bilan musulmonlarning musur kitobi manna qo'y pidaraz, manna qo'y. Bu itdan bo'lganini bilishimiz kerak. Ota-onasini bilishimiz kerak kimligini. Meksikadan o'tib Amerikaga borib, bu haromi Qur'onni oyoq osti qilib, qo'pol qilib aytganda o'zini peshobi bilan unitazlarga tashlab, bu haromi butun musulmonlar ustidan kulmoqda. Videoni qo'ldan kelgancha padilisa qilib tarqatinglarki, buni ota-onasi ko'rsin. Bu haromini hamma joyga tarqataylik aka-ukalar. O'zlaringiz ehtiyot qilinglar, faqat ko'rib qo'ysalaring, urmanglar, so'kmanglar. Buni Amerikada yurgan boyvachcha akalarimizdan iltimos, musulmon akalarimizdan iltimos. Buni ustidan jinoiy ish ochirib, O'zbekistonga deport qilinglar. Kitobini